Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi shartda Rabbim Hazrat rahmat sizga har vaqt o'sha so'zlaringiz ko'ngillarda o'tirgan bo'ldi. Endi Qurbon shalu uchun nisob ko'lamidan boshlaymiz. Tatariston muftiyatining qoziylar rahimahulloh shurolarining birdan qarori bilan Qurbon shalu uchun nisob ko'lami butun hajatlar ham sha'nlardan tish degan, ya'ni asl hajatlardan tish 100 ming so'm ko'lamida belgilandi. Qurbon nisobining ko'lami 595 gram kumush bayasine teng. Shu ravishda musulmon kishisining ortiq 100 ming so'm aqshasi bo'lganda uning uchun Qurbon shalu majburiy sanaladi. Bunda 100 ming so'm gina tugul, üsteme miligi bo'lsa da 100 minglik ul kullanmay turgan, uning üsteme miligi bo'lsa da shulay yo'q. Qurbon shalarga onlarga tiyishli bo'ladi. Bunda musulmon er kishini biz ko'z oldida tutamiz, ham musulmon xotin qizini ko'z oldida tutamiz. Balig'likqa erishgan. Takbir tashrik kunlari 26, 27, 28, 29, 30 may kunlarında takbir tashrik kunlari belgilab o'tiladi. Bu kunlarda 26 mayda ertangi namozdan boshlab 30 mayda ikindi namazını kiritib, farz namazlarından so'ng barlig'i 23 taqqa salam bergach takbir tashrik aytiladi. Takbir tashrikning so'zlari shulay bo'ladi. Allahu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allahu akbar va lillahil hamd. Bu takbir tashrik eng kamida deganda bir martaba aytilarga tegish, bu vojib bo'ladi. Bizda endi u 3 martaba bo'laroq aytiladi. Tag'in endi Qurbon shalu to'g'risida Ali Hazrat aytib uzdi bu masalani. Я продублирую информацию на русском языке. Значит, размер нисаба для совершения жертвоприношения по единогласному решению Совета Казов и Совета улемов Думарте размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 100 тысяч рублей. Нисаб курбана – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства. Необходимые расходы, когда мы говорим про необходимые расходы, мы имеем в виду базовые потребности. То есть, если у человека есть покушать что-то, если есть крыша над головой, если у него есть попить, если есть одежда, то эти базовые потребности, они считаются покрытыми.